Assalomu alaykum aziz tumandoshlar. Ona yurtimizning, istiqlolimizning ramzi bo'lgan ona tiliga davlat tili maqomi berilganligining 36 yillik shodiyonasi bilan barchangizni Farg'ona tumani hokimligi jamoasi nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Til har bir millatning g'ururi, mustaqillik belgisi, kelajagidir. Tilsiz hech bir millat to'laqonli xalq bo'la olmaydi. Usiz vatanning erki yo'q. Bu yorug' olamda o'zbek tili ham millatimizning faxri, dunyo tan olishiga hissa qo'shgan ijtimoiy aloqa vositasidir. Ushbu shodiyona kun bilan barchangizni, oilangizni tinchlik, xotirjamlik aslo tark etmasin. Bayram muborak bo'lsin, aziz tumandoshlar. Til insonning qalbidir. Qalbi pokning tili ham pok bo'ladi. Ona tilimni sevganim, o'zligimni sevganim demakdir. Ona tili, onam so'zi, jon go'shamning ovozi. Ona tili, ona yurtdek muqaddas.